uzoqni ko'ra oladigan har bir odam mana shu territoriyadan uy xarid qilishga harakat qilmoqda. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, kritik chorrahada joylashgan. Xo'p, 8 etajli domning 4-etajda 2 xonali narx oxirida bo'ladi. Xudo xolasa zo'r narxda. Asosiy kiraverish ishiga kirgandan to'g'rida uyning hojatxonasi. Hojatxonasi ham anchagina katta, pastdan tepasigacha kafel terilgan. Radiator, tureyskiy radiatorlar qilganlar. Uyimiz 70 metr kvadratdan iborat. Plus minusni hisobga olganda mana bu yerda ovqat pishirib, ovqatlanish uchun kompakt zona qilsangiz ham bo'ladi. Eng asosiysi 1,5 taraflama proyektga ega. Pastlari laminat qilingan. Yuvinish xonasi ham pastdan tepasigacha kafel qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Uyning birinchi xonasi, mehmonlar uchun zal, yaxshi qimmat gilamlar to'shab qo'yganlar, dekoratsiya qilingan. Xo'p, o'zlaringiz uchun mebelni qo'yib, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Eshiklar ham yaxshi MDF eshiklar. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Ushbu kvartiramizga $48,500 so'rashmoqda. Yana kelishiladigan joyi bor, ko'p emas, lekin kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.